Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazoblok seximizdan 16-mart 2025-yilda video joylayapmiz. Mana bugun Gazoblok quyish jarayonimiz joylayapmiz. Ikkita qator bo'ldi, oxirgi qator qoldi. Xudo xohlasa hozir nimalar va qanday qo'shilishini ko'rsatib beramiz. Inshaalloh. Bular hozir yangi qo'yilgan gazobloklar tayyor bo'lib chiqishdi. Xudo xohlasa 3-4 soatdan keyin buni kesishga tayyorlanadi. Mana qoliplarimiz tayyor. Bunlarimiz keldi. Alumin pudrasi olinyapti. 10 kilo qaqirda sement, ximikat. Birinchi qop 50 kilo. Keyingi qop 50 kilo. Mana 10 kilo sement tushdi. Ketdi. 35 kilodan tutdi qopda sement. Qum. O'zimizni oq qumidan. Mishalkadagi tayyor holat mahsulot bo'ldi. Rastvor bo'ldi. Mana endi hozir mahsulot bo'lishga harakat ochildi. Sement 110 kilodan. Shunda hop har bitta mana qolipimizdan 12 tadan g'ish chiqadi. Har bitta qolip bittasiga 9 kilodan oshiqroq sement tushadi o'shanda. 9 kilo hisobida sement solamiz. Salomat bo'lasizlar. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Bilan aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani.